Sho'rchida yangi gipermarket o'z faoliyatini boshladi. Endi barcha kerakli mahsulotlarni bir joydan topishingiz mumkin. Sho'rchida yangi qulaylik maskani Nurobod savdo markazi ochildi. Savdo markazining ochilish marosimi do'stona va quvonchli tarzda o'tkazildi. Tadbir davomida ajoyib shou-konsert dasturi, qiziqarli sovg'ali o'yinlar, kutilmagan sovg'alar bilan mehmonlar xursand qilindi. Endi esa Nurobod savdo markazi siz izlagan barcha mahsulotlarni bir joyda taqdim etadi. Erkaklar uchun keng tanlovdagi kiyimlar, klassik liboslardan tortib sport uslubigacha, kundalik va bayramona kiyimlargacha barchasini shu yerdan topishingiz mumkin. Ayollar uchun xilma-xil liboslar va matolar, istalgan uslubdagi zamonaviy kiyimlar, sifatli va toza materiallar keng assortimentda shu yerdan topishingiz mumkin. Parfumeriya va kosmetika, o'zingizga e'tibor berish uchun brend atirlar, kosmetika va parvarish mahsulotlari ham aynan shu yerda. Mebel olami, yotoqxona, oshxona, mehmonxona va ofis mebellarining keng tanlovi, klassik uslubdan zamonaviygacha bo'lgan barcha turdagi mebellarni aynan shu yerdan topishingiz mumkin. Nurobod savdo markazida turli o'lcham, rang va naqshdagi gilamlarning keng tanlovi mavjud. Telefon va aksessuarlar, zamonaviy texnologiyalarsiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu sababli Nurobod savdo markazida telefonlar, gadjetlar va ular uchun barcha turdagi aksessuarlar ham xaridorlarga qulay narxlarda taqdim etiladi. Savdo markazi ichida turli sohalarga oid yana ko'plab do'konlar faoliyat yuritadi. Siz bu yerda nafaqat kiyim-kechak yoki texnika, balki kundalik ehtiyojlaringiz uchun ham kerakli barcha narsani topishingiz mumkin. Eng asosiysi, hammasi qulay narxlarda. Manzil Sho'rchi markaziy chorrahasidan Denon tomon ketish yo'lida. Murojaat va qo'shimcha savollar uchun ushbu raqamlar bilan bog'laning. Nurobod savdo markazi, sho'rchiliklar uchun qulaylik, sifat va keng tanlov maskani.